Mana Alloh subhanahu va taologa beadad hamd va sanolarimiz bo'lsin. Siz bilan bizga Alloh azza va jalla muborak Ramazon oyini ro'zasini tutib, Eidul Fitr kuniga yetishligimizni nasib qildi. Bu Alloh taoloning siz bilan bizga bergan bir ulug' fazli marhamati. Chunki Ramazon oyi ro'zasi hammamizga ma'lum islomning 5 ustunidan biri. Mana shu muhim bo'lgan bir ibodatni Alloh taolo siz bilan bizga muvaffaq qilib, siz bilan biz mana ro'zani tutdik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ro'zador kishiga juda ko'p bir bashoratlarni, va'dalarni bergan. Man soma Ramazona imanan va ihtisaban g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi. Kim Ramazon ro'zasini iymon bilan va Robbisidan savob umid qilgan holda tutsa, avvalgi qilgan barcha gunohlari mag'firat bo'ladi. As-sawmu li va ana ajzi bi Alloh azza va jalla. Ro'za men uchun, uni mukofotini faqat o'zim beraman dedi. As-sawmu junnatun dedi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa hadislarida. Ro'za qalqondir. Nimadan qalqon? Jahannamdan qalqon. Ad-dunya sa'a faj'alha ta'a. Bu dunyo hayoti 1 soatlik umr. Uni ibodatga aylantiringlar. Mana birodarlar, kecha Ramazon keldi. Kecha keldi Ramazon. Bugun mana hayit namozi o'tiribmiz. Umr shunday tez o'tib ketyapti. Boshqa kunlarimiz ham mana shunday tez o'tadi. Faqat ular bilan ishimiz yo'qligi uchun, kunini sanamaganligimiz uchun sezmay qolamiz. Boshqa 11 oy ham xuddi shunday o'tyapti birodarlar. Mana qarab turinglar-da. Boshingizdagi to'pni bir aylantirgunizcha Ramazon yana kelib turadi inshaalloh. Alloh yetkazsin hammamiz. Mana Ramazon ro'zasini tutdik, Alloh taoloni qabul qilishi bor. Sahoba ikromlar ro'zani tutib, Parvardigor ro'zalarimizni qabul qilgin deb yarim yil duo qilsa, qolgan yarim yilda Parvardigor azza va jalladan Ramazonga, keyingi Ramazonga yetkazishligini so'rab duo qilishgan. Mana Allohga hamd bo'lsin, Eidul Fitr kunida o'tiribmiz. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigor biz sendan jannatni va unga yaqin qiladigan so'zni va amalni so'raymiz. Parvardigor biz sendan do'zaxdan va unga yaqin qiladigan so'z va amaldan panoh berishingni so'raymiz. Parvardigor biz sendan payg'ambaring Muhammad alayhisalom va solih bandalaring so'ragan barcha yaxshi narsalarni so'raymiz. Parvardigor biz sendan payg'ambaring Muhammad alayhisalom va solih bandalaring panoh berishingni so'ragan barcha narsadan panoh berishingni so'raymiz. Ular safarga tayyorgarlik ko'rishdi, tunlarni bedor, kunduzlarni amal bilan ibodatni o'tkazdi. Hayot qisqa, hisob og'ir, keyingi hayot abadiy hayot. Yo abadiy rohat, yo abadiy azob. Parvardigor biz sendan Firdavs jannatini so'raymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Qur'onni o'qinglar, zero u qiyomat kunida shafoatchi bo'ladi. Boshqa hadislarda aytganlar, Zahrovaynni, ya'ni Baqara va Oli Imronni o'qinglar. U ikkisi qiyomat kunida kishilarning ustiga bulut bo'lib kelib, o'zining ashoblarına foydasiga hujjat bo'ladi. Mana birodarlar, 30 kun hatmi Qur'onda turdik. 30 pora Qur'on hatm qilindi. Inshaalloh mana shu bir muborak kunlarda, tunlarda mana shu oyatlar, mana shu suralar tilovat qilinadi. Umid qilamiz Parvardigor bularni sizdan bizni boshimizga qiyomat kunida soyabon bo'lishligini. Qur'on oyatlari jannatga bo'lgan targ'ib bilan to'la, jahannamdan ogohlantirishi bilan to'la. Alloh aytadi: Astagfirullah vastaftahu va khaba kullu jabbarin anid min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihi al-maut min kulli makan wa ma huwa bimayyit wa min waraihi 'adabun ghalid. So'ngra payg'ambarlar Allohdan madad tiladilar va barcha jabrkor, sarkash kimsalar baxtsizlikka duchor bo'ldilar. Uning, ya'ni har bir kofir bo'lgan kimsaning oldida jahannam bordir. Jahannamda unga yiringli suvdan berilganida uni yutmoqchi bo'ladilar, u tomog'idan o'tkaza olmaydilar. Unga har tomondan o'lim keladi-yu, u o'la olmaydi. Uning ortida bundan da og'ir azob bor. Jannatda ham o'lim bo'lmaydi. Do'zaxda ham o'lim bo'lmaydi. Abadiy hayot bo'ladi. Ana shu abadiy hayotga siz bilan biz yashayotgan bu hayotimiz bor yo'g'i bir tayyorgarlik xolos.
kofir bo'lgan insonlarni dunyoda qilgan amallarini Alloh taolo nimaga o'xshatdi? Parvardigorlarga kofir bo'lgan kimsalar qilgan amallarining misoli xuddi bo'ronli kunda qattiq shamol uchirib ketgan kulga o'xshaydi. Ular qilgan amallaridan biron foydaga ega bo'lmaydilar. Bu yo'ldan ozishning o'zidir. Ehtimol kofir odam bir yetim yesirga xayr-ehson qilar, savobli bo'lib ko'ringan ishlarni qilar. Ammo kofir bo'lganligi tufayli ularning bu amallari hargiz ularga asqatmaydi. Alloh taolo amalni, savobli bo'lgan amalni faqat mu'min bandasidan qabul qiladi. Mukofot faqat mu'minga beriladi, kofirlarga berilmaydi. Ey inson, Alloh osmonlar va yerni haq qonun bilan yaratib qo'yganini ko'rmadingmi? Agar u zot xohlasa, sizlarni ketkizib, o'rningizga o'zgalarni yangitdan yaratur. Bu ish Alloh uchun qiyin emasdir. Dunyoda odamlar o'ziga o'xshagan odamlarga yo'l ko'rsatishlikka harakat qiladi va har bitta odam o'zi yetaklayotgan, o'zi boshlayotgan yo'lini to'g'ri yo'l deb biladi. Qarasangiz, fujurligi, zalolat ekanligi, fahsh ekanligi ochiq bo'lib turgan ishlarni ham shunday bir chiroyli taqdim qilib, qog'ozga o'rab, yiltiratib beradiki, o'zi fahsh bo'lgan, munkar bo'lgan ishni odamlarga to'g'ri yo'l deb targ'ib qilishadi. Insoniyat yaralgandan beri fahsh bo'lgan bachavozlik bir davrlar keldiki, nihoyatda bir chiroyli bir qog'ozlarga o'rab turib, zo'r narsa deb taqdim qilinyapti. Va barazu lillahi jami'an faqala ad-du'afa'u lilladhina istakbaru inna kunna lakum tab'an fahal antum mughnuna 'anna min adabillahi min shay'. Ana shunday bir zalolatni haq deb, adashlikni to'g'ri yo'l deb odamlarga yo'lboshchilik qilgan kimsalarga qiyomat kunida barcha haloyiq Allohga ro'baro bo'lib, bechora ergashuvchilar, mutakabbir kimsalarga, ya'ni o'zlarining eski boshliqlariga aytishadi. Bizlar sizlarga ergashgan edik. Sizlar endi bizlarni Allohning biron azobidan qutqara olurmisizlar? Sizlar aytganini qilgan edik. Mana endi sizlar bizni jahannamdan, Allohning azobidan qutqara olurmisizlar? Deganlarida ular aytdilar: agar Alloh bizni haq yo'lga hidoyat qilganida, biz ham sizlarni hidoyat qilgan bo'lar edik. Endi esa dodvoy qilamizmi, sabr-qanoat qilamizmi, biz uchun barobardir. Hech qanday najot yo'qdir. Ya'ni shunday bir mohir bo'ladiki, sizdan bir kattaroq molni, kattaroq mablag'ni olguncha shunday bir yoningizga kiradi, shunday bir ishonchingizga kiradi, ishonib beraverasiz, juda bir katta miqdorga ega bo'lgandan keyin, sizni molingizga ega bo'lgandan keyin shat nima qiladi? Otib ketadi. Birodarlar, bu dunyoda agar inson moli dunyosiga otilgan bo'lsa, moli dunyosidan kimdir hiylasi tufayli mahrum bo'lgan bo'lsa, qiyomatda oladi albatta. Bashoratda bu savdogar birodarlarga hijolat bo'lmaydi. Chunki o'shunchani shart o'zingiz ehson qilishingiz oson emas edi. Yana zulman olib qo'ydi qo'lingizdan. Zulm ko'rdi degan ham nima bor? Bank bor bitta. Endi eng katta aldoqchi kim? Iblis shayton odamlarni yolg'on va'dalar berib oldi edi. Yoshsan hali deydi. Ulgiysan deydi. Ishontiradi. Yolg'on va'dalarni beradi. Shunga inson aldanadi-da, ajali kelganda hech narsa yurmay qoladi. Mana shu iblis qiyomat kunida hisob kitob bitganidan keyin jahannamga hukm qilinganlarni oldida o'tdan bo'lgan minbarga chiqib, ularga va'z o'qiydi. Alloh saqlasin shaytonning va'zini eshitishlikdan. Va qala ash-shaytonu lamma qudiya al-amru inna Alloha wa'adakum wa'dal haqqi va wa'adtukum fa akhlaftukum. Qachonki ish tugagach, ya'ni jannatlar jannatga, do'zaxlar do'zaxga hukm qilingach, shayton dedi. Albatta Alloh sizlarga haq va'da qilgan edi. Men esa yolg'on va'dalar berib sizlarni aldagan edim. Va ma kana li alaykum min sulton. Lekin men uchun sizlarning ustingizda hech qanday hukmronlik yo'q edi. Illo men sizlarni kufr yo'lga chaqirishim bilanoq o'zingiz menga itoat etdingiz.
Endi men emas, o'zinglarni ma'lumot qilinglar. Shaytonni odam bolasini ustida hukmronligi yo'q. Shayton faqat vasvasa qiladi, gunoh qilishlikka chaqiradi. Gunohni kim qiladi? Chunki bu shayton mo'min musulmonlarga vasvasa qiladi, lekin itoat qilishmaydi. Shuning uchun shayton aytadi, men yolg'on va'da bergan edim. Men majbur qilmaganman, men faqat chaqirganman, itoatni o'zlaring qilishding. Endi meni ma'lumot qilmanglar dedi. Mana shu emasmi eng katta otilish? Alloh saqlasin. Mo'minlarcha va udkhilal ladina amanu va amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha bi izni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan zotlar ostidan daryolar oqib turadigan jannatlarga kiritilib, Parvardigorlarning izni irodasi bilan u joyda mangu qolurlar. Birodarlar, mangu bo'lamiz u yerda. U yerda abadiy bo'lamiz inshaalloh. Ularning jannatdagi salom aliklari bir-birlariga tinchlik, omonlik tilashdi. Bu naqadar katta farq. Iblisning vasvasasiga uchib jahannamda abadiy qolib ketishlik qanday narsa-yu, Parvardigorning mag'firatiga, jannatga yetishlik qanday bir katta narsa. Jannatga hech kim qilgan amali bilan kirmaydi. Jannat qilgan amallarimizning mukofoti emas. Bizni qilayotgan amallarimiz jannatga kirishimizga sabab xolos. Lekin bizni jannatga kirgizadigan narsa nima? Alloh azza va jallaning rahmati, marhamati. Payg'ambarimiz aytganlar, hech kim jannatga qilgan amali bilan kira olmaydi. Shunda sahobalar, "Ya Rasululloh, sizchi? Sizni ham amalingiz kifoya qilmaydimi?" deb so'rashdi. Payg'ambarimiz aytdilar, Men ham faqat Alloh taolo o'zining rahmati bilan, mag'firati bilan o'rab olgandan keyingina kiraman. Demak, banda har qancha amal qilmasin, amali jannatga kirishlikka kifoya qilmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana 70 yil Allohga ibodat qilgan Banu Isroillik bir kishini qissasini aytib beradi. 70 yil ibodat qildi. Alloh azza va jalla qiyomat bo'lganda bu bandamni meni jannatimga rahmatim bilan kiritinglar dedi. Alloh taolo bu bandani 70 yil ibodat qilgan bandani jannatga rahmatim bilan kiritinglar dedi. Banda ojizda, banda zaifda. Parvardigor amalim bilan kirgiza olmaydi dedi. Alloh taolo o'lchaylar dedi. Bitta ko'zini xo'rozini palasiga qo'yildi, shukri. Ikkinchisiga 70 yillik amali qo'yildi xo'roziga. Qo'yildi 70 yillik amalini savobi bitta ko'zini shukrini ado qilishiga kifoya qilmadi. Bandani jahannamga kirgizinglar dedi. Parvardigor rahmating bilan dedi. Alloh taolo rahmati bilan jannatga kirgizdi. Biz 70 yil umr ko'ramizmi, yo'qmi? Bu 70 yil ichida qancha gunoh qilamiz, savobga aralashtirib. Shuning uchun hech qaysimiz qilgan amalimizga suyanmaylik. Allohning rahmatidan umid qilamiz. Imom Buxoriydan keltirilgan hadis, payg'ambarimiz aytadilar, mu'minlar o'tdan qutulganlaridan keyin, Sirot ko'prigidan o'tganidan keyin jahannam va jannat orasidagi yerda ushlanadilar. Ular unda dunyoda o'zlarining oralarida bo'lgan mazlamalarini hal qiladilar. Kimda qancha haq qolib ketgan, kimga zulm qilgan, biror narsa adolatli hukm chiqarilmasdan qolmaydi. Pulingizni oldirdingizmi, zulm ko'rdingizmi, urdimi, haqorat qildimi, sharafingizga tegdimi? Mana shu narsa shu yerda hal qilinadi. Hech kimga haqqi hech kimda qolib ketmaydi. Mo'minga mana shu narsa qalbiga taskin beradi. Bir hayolga elib beraylik. Mana jannatga kirdik. Keldik inshaalloh, ostonadan o'tdik. Qayerga borishingizni bilasizmi? Keng jannat. Keyingi osmonlar yerdan keyin bo'lgan jannatga kirdingiz. Qayerga borasiz? Dunyoda ana hozirdan chiqasiz, hayit namozini o'qib olib, bilasiz qayerga borishingizni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Muhammadning joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, ularning har biri o'zining jannatdagi joyini dunyodagi joyini bilgandan ko'ra yaxshiroq topib boradi. Aniq bilasiz joyingizni. Qayerda sizga joyiz ekanligini istamaysiz. Hajga borgan akalarimiz binoda